Bizda mana nima bo'lyapti? Oltiariq tumanida mana shunaqa ishlar bo'lyapti mana. Mana bu nafaqat jamiyatning dushmani, bu davlatning ham dushmani. Qalbaki hujjatlarni soxtalashtirib, hokim qarorini soxtalashtirib beryapti. Va bunga nisbatan hech qanday jinoiy javobgarlik yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz bizning kanalimizda doim chiqadigan videolardan tubdan farq qiladi azizlar. Xo'p, maqsadga o'tsak, hozir biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yangarab qishlog'ida turibmiz. Qir'adirlikda maydoni 1 gektar 75 sotikni tashkil qilgan noturar yerda turibmiz. Mana shu yerni 2020-yili tumanimizda yashovchi bir fuqarodan xarid qilib olganmiz $9300 ga. Keyinchalik bu yerlarda ishlab chiqarish qilish niyatlarimiz bor edi. Ko'rib turganlaringizda toshliq yer, bu yerda bir dehqonchilik qilishni unchalik qiyin dehqonchilik qilishga. Xullas 2020-yili, 21-yillari mana shu yerlarga 1.700.000, 1.800.000 atrofida soliq chiqardi. Soliqlarni vaqtida to'lab kelganmiz. 2022-yil prezidentning qarori bilan mana shu soliqlarni, noturar yerlarning solig'ini o'sishini hisobiga 2022-yil 23 million, 23-yil 39 million, 24-yil 45 million, mana hozir 25-yil 80 million tashkil qilib turib solig'imiz. Quruq yer, bu yerda bir dehqonchilik qilish boshqaga sharoit uncha yo'q. Xo'p, endi mana shu soliqni ko'tarilib ketishini hisobiga 23-yil bir mahallamizda yashovchi fuqaroning tavsiyasi bilan mana shu yerlarni bog'dorchilikka o'tkazib qo'yish maqsad soliqni kamaytirish bo'lgan. Mana shu maqsadda o'sha inson tavsiyasi bilan qo'shni qishloqda yashovchi Misraliyev ma'mur degan odamning yoniga borib, mana shu yerlarni noturardan bog'dorchilikka o'tkazib berishni iltimos qilganmiz. To'g'risi dadam qilishgan, chunki men chet elda bo'lganman, ukam srochniy yana chet elga ketadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun dadamni birinchidan ko'zlari xira, ikkinchidan hujjat ishlariga unchalik aqllari yetmaydi. Shuning uchun kadastrda turtinib yurmasligi uchun ana shu insonga borib pulini berib qildirib qo'yay degan maqsadda borishgan xullas. U inson xo'p bozorchilik qilib beraman, qildirib beraman va 6 million so'm bo'ladi deb aytgan. 6 million so'm pulni berishgan va qaytib kelishayotganda yana dadamga aloqaga chiqib, yeringizni turar joy qilish imkoni bor, iloji bor deb aytgan. Qaytib kelsangiz gaplashamiz deyishgan. O'sha insonni mahallamizning insoni guvohligida qaytib borishib, birga gaplashishgan. U inson xullas mana shu yerni va yana bu yerda ozgina yerimiz bor, mana shu hammasini turar joy qilib berishini aytgan va $10.000 pul so'ragan. Dadam rozi bo'lishgan xullas. Mana 2023-yil shu pullar berilgan bo'lsa, mana hozir 2025-yil bo'lishiga qaramasdan haligacha na hujjatlar qilindi, na pulni qaytarib bermayapti. Ichki ishlarga bir necha marotaba amaliy yordam so'rab chiqdik, lekin hech qanaqa natija bo'lgan yo'q. Unga nisbatan, mana shu firibgarga nisbatan hech qanday bir jinoiy ish qo'zg'atilgan yo'q yoki bir chora ko'rilgan yo'q haligacha. Endi men hamma isbotlar bor, audio yozuvlar, video yozuvlar hammasini qilib og'zlariga chaynab solib qo'ydim. Og'zlariga chaynab solgan narsani ham yutishni xohlashmayapti. Mana 2023-yil, 24-yil, 1.5 yildan beri mana shu ishga bir natija bo'lmayapti, ish yechilmayapti. Xullas qolgan narsalarni hozir isbotlarni mashinaga o'tirib hammasini ko'rsatib o'taman. Endi batafsilroq tushuntiradigan bo'lsam, mana shu $10.000 ni sirazi berishmagan. Birinchi bo'lib $4.000 ukam tomonidan berilgan, o'zim radnoy ukam. Undan keyin dadam yana $3.000 berishgan, kelib olib ketgan va sentyabr oyini 2024-yil sentyabr oyini boshida kelib, hujjatlaringiz tayyor, faqat pulni berib, kadastrdan hujjatlarni olish kerak deb yana $3.000 da sanab olib ketib, 8-sentyabr kuni telefon qilyapti va men o'sha paytda Rossiyadan kelgan paytim bo'lgan. Dadam menga aytishyapti, borib hujjatlarni olib kelgan deb. Farg'ona Qo'qon trassasini bo'yida ko'rishib o'sha Ma'mur hoji bilan hujjatlarni qabul qilib olyapman. Ularning videosi ham bor. Bu yangi hujjat. Bu yerda. Bu hujjat eski ummatdan qo'yindirib qo'yilmoqda. Mana yangi. Mana ishlovlar qayta ko'tarish. Turar. Mana turar. Mana turar. Buni hech kim ko'rmadi.
yashang hujjat. Ikkita yerni hujjatini mana qo'limga topshiryapti. Mana o'sha hujjatlar. To'g'rirog'i bular kopiyasi. Lekin keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bu hujjatlar qalbaki bo'lib chiqyapti. Soxta hujjatlarni qilib berib, u $1000 olib ketyapti. Xo'p, keyin men boryapman, hujjatlar qalbaki ekan, hujjatlarni to'g'rilab bering deyapman. Hokimning qarori ham bor bu yerda. Hokimning qarorini ham soxtalashtirgan. Hokimning qarorini soxtalashtirib, mana o'sha ekranga qo'yib o'tishga harakat qilaman. Qo'limizga topshirib pulni olib ketyapti. Undan keyin men boryapman-da, hujjatlarni to'g'rilab bering deyapman. Ha, hujjatlarni bering, xatolik bo'libdi, to'g'rilab beramiz deb olib ketib, o'shandan beri hujjatlarni to'g'rilab berdi va pulni qaytarib berdi. Bir necha marotaba pulni qaytarib berishini so'rab telefon qilganmiz, aloqaga chiqqanmiz. Ha, qaytarib beraman, kredit olyapman, u qilyapman, bu qilyapman deb yurgan. Hoji, yaxshimisiz? Rahmat. Men Fozil akangizni tanidingizmi? Mamnun qilishlar. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Ha, nima bo'ldi? Pulni qilib qo'ydingizmi? Xudo xolasa. Qachon xudo xolasa? Harakatda. Necha kun? 3 kun. Telefon qilaman. 3 kunda qilib bering, emas hozir to'lab qo'yay, bildan qolib ketmasin. Mishga chiqaveryapti. Bo'ldi, telefon qilaman. Xo'p, tezlashtiring, ha? Xo'p, ana undan keyin men 24-yil 27-mart sanasida Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limiga amaliy yordam so'rab, pulimni undirib berishlarini so'rab, ariza bilan chiqyapman. Va ular menga 19-may kuni javob xati berishyapti. Bundan tashqari men ularga video yozuv berganman. Ishni xotirjammi? Kecha ancha gap so'z qilib, qilaman, bu pullarni olib kelaman deb nima istedi ketdi o'g'li. Boshida kelishganmiz, yangi boshqa. Shuncha turgan, shuncha turishim, unga условия qo'ydi. Bir kunlik. Ana hozir telefon qildi, kompyuterdan o'chirib turib qo'ygan. Lekin qo'lida. Ko'pchilik ikkida telefon. Hozir. Bazaga kirib, o'chirib turib qo'ygan. Unaqa berish kerak, men o'tirib yo'lab qilaylik. Sudga beraman, prokurorga beraman, samani javob beramiz. Bo'lgan men o'shada. O'sha endi o'zini yoshirib qilib, sakrab nimalar qilibdi. Boshiz katta odam bolalar bizesi bor, endi achchiqda hamma narsa bo'ladi. Ha. Lekin qo'lida turibdi, mana prokurorga bersam, boshqaga bersam, bu haq. Ham turibdi. Lekin ba'zida o'chmagan, to'g'ri aytyapti. Yana kecha o'chiraman, kam bo'ladi, va'da berdi. Mana hozir to'qqizda telefon qilyapti, kelishdan oldin mana. Ba'zida o'chirib ko'ryapti. Shu Hozir bo'shanda ishlamaydi, kecha kechqurun o'tirishgan. Men o'tirib qolsam oldida. Ya, anaqa beringlar, mana bu turganligi meni xijolatmi? Boshqalardan odam bir mahallasi mana. Bo'lgan odam bo'lsa kuniga kuyadi, lekin ish bitadi. Endi u 20 so'tga 30 so'tga degan ekan. Birinchi o'rinda bir yetsa. Bittasini deganmiz, keyin ikkinchisini qo'shib oldik. Men baqalida qilib prokuraturga ham yozganligi teskariga aylanib ketdi. Endi o'zi qo'liga berganman o'tda. Hujjat qo'lingizda o'shanda yozganman. Hujjat, hech narsada hujjat. Yo'q, qo'lingizda hujjat bergandan keyin qildingiz bu ishni. Prokuratura yozganmisiz sen? Boshqacha. Yo'q, bu vaqt telefonni o'chirib qo'ydi. To'g'rimi? Mana o'zi 3 kungacha olmadi. Prokuratura so'rayapti dedi. Metin bilmadim dedim. Bunaqa odam bor, men darasiga yetsam, darasiga yo'q, bu odam bor. Prokuraturaga borgan. Bu endi bizlarning ruxsatni qilmaydi. Endi Hoji aka bu ham bo'g'ilib yuribdi-da, mana o'sha sizga berilgan pulni bunaqa mashinamda, sizga berilgan mashinani sotib berganman. Endi
o'zim mana piyada qoldim, bu endi bo'g'ilib nima qilyapti, lekin yozaman, pozaman deb to'xtab turing endi, qilib beraman deyishgan bo'lsa, bilishar endi. Men uni ishlamayman birinchidan. Iltimos qilishdi. Qilib deyapman. Hali ham bo'yning bo'yapti, olmagan yo'q. Ular bermasa men to'layman ham deyapman. Ish bitmasa desam, ko'chadan razborchiga olib keldim, bu qo'raman deb, asabi buzib ketdi. Xullas, o'ldimi oxirida ish bitmaydi. Ay, bitmasa u narsa gap. Endi dushanba kuni ertaga ko'rinadi, nimada unaqa bo'lsa. Hozir mana o'zi hujjat bu ketdi. Nimada? Kadastrda. Hujjat olinadi. Bunaqa berasi yo'q. Tayyorlasa bergansiz. Ertaga nima qilasiz? O'sha ikkini olganda hujjat bari sizning yangisini. Eski so'zingizda eski noturar o'zimda. O'tirarsizlar. Xudo hozir tagani. Xudo xolasa. Vaqt zamonga nima hozir. Bo'lishi yo'q. Ko'kilishi yo'q. Ma'mur hoji tan olmadi. O'rtada turgan odam tan olmadi. Men yo'q edim deb turib oldi. Bu qayta beraman deyotgan odam. Ha bermayapti-da. Qachon beradi? Ya'ni bo'lyapti. Ammo bu bola o'tirgan jigarimiz kelib pul topolmaydi. Qachon beradi? 10 yilda beradimi? Ha, ya'ni shu buni iltimosimni olib bering dedim, olib beraman deb harakat qilyapti. Ha, ko'rgan zat ko'rdi, siz ham birov pul ko'rgan. Yosh bolaman, men tushunmayman buni oxirini. Nimani tushunaman? Siz buni qanaqa qo'yadimi? Tuhmat qilgan yo'q. Men tuhmat qilmayman, men tuhmat emas. Unar narsani tuhmat bo'lmaydi bu narsa. U narsa kimdirdir qamatish kerak bo'ladi, kimdir sherik bo'ladi. Men sherik emasman. Men pulim olsam, menga bu odam qamashim kerak emas menga. Men mo'llab qilgan pulni olmoqchiman. Odam beraman deb aytyapti-yu sizga. Ha, qachon beradi? Tezroq bersin. Shu bo'ldi. O'sha uchun berganini tashlab bering, bo'ldi. Asma, bir so'm ham qo'limga pul vobshe ko'rganim yo'q bozlaka. Vobshe pul ko'rganim yo'q. Sanagansizmi? Yo'q. Kirmaga Xudodan qo'rqing, 3000 dollarni o'zi sanab beribsiz. Xudo ursa meni uradi o'g'lim. Xudo ursa meni uradi, meni oilamni uradi. Hech narsa ko'rganim yo'q. Sen o'zing nega? Hozir ko'rma. Yetim xudoga borganda men javob beraman. Xudo ursa meni uradi. Bitta narsani Xudoni oldida men aralashdimmi? Xudoni oldida Xudodan qo'rqmaysizmi deyap. Xudoni oldida men aralashdimmi? Yo'q, aralashganim yo'q. Nimaga endi buni? Mabodo o'sha ishlar bitib, yurishib ketganda meni aralashtirisharmidi? Aralashtirishmas. Haliyam masalan u bola u tonib bir nima qilayotgan yo'q. nima deyapti? Yo endi beraman deb Qozilakam bilan gaplashgan. Hech qanaqa o'g'illar bilan gaplashmagan. Qozilakam deb aytyapti. O'zi yuzma-yuz gaplashishdi. Bir toni bir narsa. Ana undan keyin bular menga javob xati beryapti. Qisqacha tez o'qib berishga harakat qilaman. Men Oltiariq tumani Ichki ishlar bo'limi profilaktik inspektori katta leytenant A Hakimov Oltiariq tumani va keyin mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida Misrayli Ma'murjon Yusupovичdan tushuntirish xati olinganida quyidagilarni Yangara MFY Ipakchi ko'chasida yashovchi Ergashev Foziljon bilan tanishligini, lekin u va o'g'il bilan hech qanday oldi-berdi munosabatlar qilmaganligini hamda ularga biror bir ishlarini bitirib berishga va'da bermaganligini ma'lum qilib o'z ko'rsatmasini bergan. Shu ham hoji bo'ldi-yu, Xudoning uyini ko'rib kelib yolg'on ko'rsatma beryapti. Yolg'on ko'rsatma berganligi uchun ham bilasizlar, jinoyat javobgarligi bor. Xo'p, mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida Qurashib Ikromali Ahmadqulovich o'rtada turgan odam, ya'ni dadamga tavsiya qilib, o'sha odam oldiga borsak, qilib beradi degan odam ko'rsatma beryapti. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida Qurashib Ikromali Ahmadqulovichdan tushuntirish xati olinganda quyidagilarni qo'shnisi Ergashev Foziljon bilan yaqindan tanishligini va Oltiariq tumani Qo'rg'onchi MFYda yashovchi Misrali Ma'murjon bilan qo'shnisi o'rtasidagi oldi-berdi munosabatlari haqida eshitmaganligini va ko'rmaganligini ma'lum qilib o'z ko'rsatmasini bergan. Bu ham yolg'on ko'rsatma beryapti. Buni video davomida yolg'on ko'rsatma berganini isbotlab beraman.
Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv ishlari va to'plangan hujjatlarga ko'ra fuqaro Shukurjon Ergashev o'z arizasida keltirib o'tgan fuqaro Misraliyevning otasidan pul olganligi to'g'risidagi ko'rsatmasi va o'z tasdig'ini topmaganligi, bundan tashqari hozirda Rossiya Federatsiyasida ishlab turgan ukasi Ravshan Ergashevdan holatga oid ko'rsatma olmasdan avval qonuniy qaror qabul qilib bo'lmasligi hamda tergovga qadar tekshiruv muddati o'tib borayotganligi sababli ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlarini yakunlash lozim bo'ladi. Yuqoridagilarga asoslanib va O'zbekiston Respublikasi TPKning 23, 329, 330 moddasi 2-bandi, 330, 83 moddasi 2-bandini qo'llab qaror qildim deyapti. Fuqaro Shukurjon Ergashevning murojaati yuzasidan to'plangan hujjatlarda jinoyat alomatlari mavjud bo'lmaganligi sababli videoda ko'rdilaring. Videoda aniq-taniq ko'rsatib aytib o'tyapti. Men beraman pulini, pul olganman deb tasdig'i bilan turibdi mana. Sababli O'zbekiston Respublikasi JPKning 83 moddasi 2-bandi, 333 moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilsin deb menga javob xati beryapti mana. Xo'p, endi qisqacha mazmuni bu. Xo'p, bundan keyin ish yopilyapti. Chunki ukam Rossiyada guvohlik berishdan bosh tortyapti va undan keyin biz ma'mur hojini oldiga boryapmiz. O'rtada guvohni 1-2 kun ugovorib qilib ko'ndirdim xullas va boryapmiz suhbatlashish uchun. Mana o'sha yerda men olgan videoni hozir sizlarga taqdim etaman. Iltimos aziz do'stlar, mana shu videoni maksimal keng tarqatinglar. Bunaqa firibgarlarni fosh qilib jamiyatimizni tozalashimiz kerak. Maksimal tarqatinglar. Jabrlanganlar bo'lsa yana ko'rsin, mana shu tepagacha yuqorigacha yetib borsin, muhtaram prezidentimizgacha yetib borsin mana shu video. Ajab emas, mana shunaqa parazit insonlarni jamiyatimizdan tozalasak ajab emas. Hozlakamda to'lovi o'chmayapti hozir. Oldingi bizda dogovorimizda, men boshidagi dogovorda oldingi bular hojiga ketayotib turib qiladigan to'lovni siz o'chiraman deb aytgan edingiz. Bu aniq edi. Da buni ular to'lashdi oldingisini. Unga rozi bo'lib turuvdi. Hozirgi to'lov yangi chiqqan to'lov. To'lov o'chmayapti. Ko'rsatmalarda men haqiqatda sizni tanimayman deb yozib berganman. Hozirgi holatda Fozilakam sizga bergan 10 ming dollardan tashqari uni to'lovni to'liq to'layapti. 65 millioni to'ladingiz. Hozir ustiga yana 45 kelyapti. 48 million to'lov kelyapti. Bu degani Yana o'shancha deganida 20 million pul yo'qotyapti bu odam. O'lib qolmay tirik yuribdi. Guvoh men bo'ladigan bo'lsam, siz harakat qilib mana uni to'lovini o'chirib to'lovni yo'q qilib baribir 10 ming dollarni qaytarib bermaysiz, buni bilamiz. Chunki men ochiqini aytyapman, Fozil aka, ovora bo'lmang, 10 ming dollarni qaytarib bermaydi olganlar. Bu gapni aytyapman. Lekin mana ularni o'chirib turib, nima qilib berishsa ham ma'lum bir darajada ish bo'ladi. Endi bo'larish bo'ldi. Bitta narsani aytaymen ham gapirsam maylimi? Endi karasida qo'ying, boshqasini qo'ying, soliqda qo'yib qo'ying. Men yolg'on gapni yaxshi yomon ko'raman. Mana kechagi gap bu suyunchi, bu kadastr bilan soliqni taydan chiqqan narsa ekan. hozir men bunday qarorga keldim hozir. Shu mani pulimni qaytaring-da. Mana shunday davlatga qaytarib tashlay shu yerini padargan. Yersiz ham ochilib o'lib qolmasman. Shunaqa qilaylik, qo'ying. 65 ming to'lagan pulimga ham roziman. Yo'q, uni pulni olamiz. Kechdim shuni. Birga kiramiz, yozib berasiz arizani. Men olaman o'sha pulni. Mana uni ham bekor qildiramiz, ijro deydi. Hozir 2,5 mingta odam bor rayonda, sizga o'xshagan jabr tortgan. Yeb boradi buni. Chiqarib yuboradi. Hozir men aytgan variant yaxshi emasmi? Shart hayotga bergansiz boshqa pulni qaytib olasiz, o'sha 10 ming dollar diyor. Menga bersiz, men bayrog'ini ko'tarib ketaversam yangilik qarab. O'shani olish uchun men unga nima qilishim kerak? Axir uni milisiyaga berganmiz, boshqa qilganmiz. Yur hozir ko'tarib bir joyga qo'ya olmaydi. Keyin nima qilamiz? Buni tinchlikni pulni ber deyman, men tinchitaman. O'shanda aytganman, shuni yozinglar. Menga bergan narsamni qaytarib bersin. Bu berib qo'yish nima? Men kiramadim, berib qo'yasiz. Menga nima kerak bor? O'g'am. Endi men unga bermaganman. Uni yozishga haqqim yo'q-da meni hozir. Yo'q, u dokumentni qo'lingizda turibdi, nimani ustida turibdi. Endi hozir bitta ish qilaylik. Bitta ariza qilib berasiz.
nimaga? Sudga 1 so'm to'lamaysiz, hech bola to'lamaysiz. Biz birga kirib chiqamiz. Nima bekor qilib chiqamiz? Oldingi 65 puldan deb bo'ladi. bo'laveradi Fozil aka. Ana u Siz hozirgi bor-ku, hozir. bitta narsani 1 so'm to'lamaysiz. bitta narsani men dangalni aytib qo'yay. Puli ovora bo'lmay 100% pulingiz qaytmaydi. 100% qaytaraman desangiz, o'zingizga kuch-quvvat, baqa ham nima ikkovlanga yaxshilik tilab qo'yaveraman. Lekin ishni to'g'rilashda boraman. ishni to'g'rilashda, masalan, haqiqatdan bu 65 millionni olib berish ma'mur hojining qo'lidan kelsa, o'sha sizni bergan pulingiz bo'ladi. Chunki siz baribir to'layapsiz-da, baribir yo'q narsa. 1 so'mgacha qaytadi. Yo'q narsa, bu ham o'shanga harakat qiladi. Endi men bitta narsani hojib o'rtada turib aytay, sizni himoya qilib yolg'on gapira olmayman. Keyinisi dalishida, dalishiga chunki biz yoshlikdan do'stmiz, $1000 $2000 pul emas bu yerda. $20000 bu mahallam kuyib tursa-yu men nimalik qila olmayman. O'ta ifloslik qila olmayman. O'shaning uchun men buni tushunaman. Yo, endida men buni tushunaman. oldingi ko'rsatmalarim bu masalan meni qamasi 3 yilgacha qamaydi-da. Yolg'on ko'rsatma. Men misol undan qo'rqmayman. Uni beravering deganman. Nimaga deganingizda, bundan ba'da bir-birimizni hurmat qilsak, bu narsa ochiladi. Holi bo'lsin. Hozir shunga kirib chiqib, o'zimdan lekin bu odamga qo'shilmayman. Bu 100% $10,000 qaytarib olaman deyapti. Bunga qo'shilmayman chunki bilaman u pul yo'qib ketgan. Tajribamdan bilaman. Ma'lum bir 5000 ni iloji bor. O'sha 5000 ga masalan 48 million bo'ladigan bo'lsa, to'lab turib, o'sha yerda haqiqatdan bu Hoji akam aytgandek nomidan chiqarib yuborilsa, mashina o'zi ham katta yutuq. Baribir to'ymaydi odamzod, lekin shuni o'zi ham katta yutuq bo'ladi. Hozirgi chiqaramiz. Buni hozirgi momentda. Buni hozir o'zimiznikini bittasini bekor qildik, ikkinchisini bekor qilsak, uchinchisiga sizga o'rnatamiz. Agar u o'zimizda ham pul bor-da, qaytarib olamiz. Bittasini tashlab berdi. Endi ikkinchi bir tomoni masalan men hozir Xudoni oldida, bandasini oldida ko'rsatmamni qayta nima qilib bu odam kuniga uyimda-da. Kuniga uyimda bo'lgandan keyin men qochib keta olmayman, uyimni sotib keta olmayman. Eshitding. Uyimni sotib keta olmayman-da. Ha. Bu mendan qo'rqmaydi, men bundan qo'rqaman. Shunaqa. Endi qarang, men sizlarga bor ikkovlaringizga menga pul beringlar, qilib beraman degan joyim yo'q-a? Yo'q. Sizlar berdilar, men qildim. To'g'rimi? Hujjatni berdim. Qalbaki men qanaqa bo'lsa o'zi javob beradi bunga. Bu pulni olmaganda u bermasdi birinchidan. Qilmasdi. Endi hammasini berganmisiz, yarmini berganmisiz, u siz ishingiz u. Ha, bu hoji. Bir so'm bermagansiz ham siz ishingiz u, siz ishingiz u. O'shaning uchun bir-birimizni ko'timizni ko'ylamasak, men yordam beraveraman. Libojiga chaqirsa boraman. Ha, telefon qilsak ham olmayapsiz hozir. Endi men ham hurmatim bor. Men misol borib pulni bering, men qilib beraman degan joyim yo'qdi. O'zi olib kelib berdim, men berdim. O'zimiz qo'limiz bilan olib borib berdik-ku. Mana 10 ming, 6 million 40 ming ham bor-da. Bo'pti, nimaga aralashtirasiz uni? Menga ayting. Mana bu joyda kutib olaman. Telefoningizni bu joyda olaman. Mezoniga chaqiryapman, boraman. Lekin menga unaqa odamni tashlab ish qila, bolalarni ish qilamasa, men aytayman, yo'lini topdik. Znash olsak bo'ladi ekan. Uni ham 1 so'msiz jarimani bekor qilsak. Hoji, bo'pti, hozir sizga to'liq men sizning gapingizga qo'shildim. Ana shu odam telefon qilyapti hozir. Gaplashdik, hoji. Siz yo'llardan aralashtirmasin. Siz o'zi bilan gaplashaman. O'zi bilan gaplashing. O'zining telefon nomerini o'ziga qilaman. Siz mana bu 48 millionni xolang cho'ntagingizdan to'lang, xolang oiladan olib to'lang. U men to'g'ri do'stona aytyapman. To'lovni qanaqa qilib xolang yo'qottirib tashlang, hozirgidek qilib. Bo'ldi, sudga gaplashdik. Yo'qottirib bering, 100% ga men qo'shilmayman. Fozlakamda 100% deyapti, qiyin narsa u, 100% qiyin narsa, lekin men to'lovlarni qo'lidan kelsa qilaversin Fozlakam. Mensiz to'g'ri $3000 haqiqatda men olib sizga berdim. Haqiqatda qirda bordik ikkovimiz, $3000 30 tani sanab berdi, haqiqatda sanab olib berdim. U og'ir edi endi u. Men shuni bilaman xolos-da, boshqasini bilmayman. Endi qolganini Ro'shanbek olib bergan. Men bilmayman, lekin 5001, 2001 o'zim juda sanab berdim. Mana deb berganman. Haqiqatda. Keyin 6 million ularni hozir men tinchlik bo'lsin deb
turibman jim. Endi ikkinchisi, men yolg'on ko'rsatma berganimga 3 yil qamaydi. Bu Sizni biroq qamayaptimi? hoji o'zimda aytyapman. Ularni qo'ying, yig'ishtiring, mana o ishni qilaylik. Qo'ying. Bu odam hozir Bu pulni 50 million, 60 million, 100 million yo'qotmayapti-da. Hozir mana uni ham to'laydigan bo'lsa 200 millionni tevasida pul yo'qotyapti. men aytib 200 aytaymi? million. Bunga men nima deganman? Hech kim tan olmaydi. O'ndan Bu biriga beralmasa men to'layman. Bu bir joydan sotib beraman degan. To'g'rimi? Men to'layman agar. ammo bag'i ham bor. Endi to'layman degansiz-ku, mana 1 yildan o'tib ketdi. Ben 1,5 yil o'tib qoldi-da, hojijon. U to'lalmasa men to'layman deganman. Ikkinchisi, Ha, endi. ikkinchisi to'g'ri, u to'la olmagan taqdirda ham mana soliq chiqmaganda ham bir Soliqchilardan mana shu yerdan bildim. Qo'yni qo'shni oldi, 3 kunda bir borishaveradi-da. O'zi chiqarib qo'ydi-da, o'zi oldingini bu to'layapti. Aslida dogovorda men bo'lganman haqiqatda. Oldingini yo'qotish kerak edi. O'sha yo'qolmay qoldi-da. Hojiga borish uchun ko'tiga tor kelgan to'layapti. Toshkentga telefon qilganman hojiga. Shunaqa bo'ldi deb. Ikkinchidan yana hozirgi kunda yana 50 million turibdi-da. Qaysidir bitta tomonda Birinchi hujjatni olish tayinlaganimizda, Ha. birinchi hujjatni, ikkinchisida qarzi bo'lgan ba'zi. Nima bo'lgan? Eshitib turing, qarzi bo'lgan. Ikkita Qarz borligini siz ham bilgansiz o'sha paytda. Eshitib turing. Ha. O'shanda aytdiki, buni nima qilamsan, buni ham bitirib bering dedi. Qarz to'lash kerak buni dedi. Bu o'zi guvoh. Keyin o'sha narsa hojida ko'tariladi. Xo'p, mana u Bittasini hozirgi bitirganda ikkinchisi shuni qo'yib qo'yadi. mana u hozirgi 50 millionda xolang sudda yozib chiqib, yutib turib o'sha 60 millionini 45 millionmi? 65. oldingisi 65 million. Minus 48. 48. Agar ikkovini Qani o'sha qarzdorlik qog'ozi bor? Uyda. Menga ikkovini tashlab bering telefonda. yo menda telefon men ishga Ya o'zi ketaman. tashlab beraveradi. Yo'qmi? Men ishga ketaman. Bo'ldi, ko'p gap kerak yo'q. Ha. Bir cho'ychamiz bilan Yo'q. ishni menga tashlab bering, ishni boshladik bugun. Boshqa gap O'shani qiling, Ha. o'chirib bering, ana shu 60 o 48 millionni o'chirib bering, yo'q qilib, bo'ldi. qolganini Fozilakam bilan agar Xudoni oldida ikkovlang ham javob berasiz. men qarzim bo'lsa, o'lgunimcha javob beraman. Javob Qarzimga beramiz. javob Bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Kim bo'lik Dogovori agar bo'lmasa o'zi to'laysizmi shuni? Men to'layman. Ha, xayriyat. Eshitdingiz agrom-ali? Mana shu yerni Shu bir o'rtam- burchagini sotib, Ha, men yer sotasizmi, boshqa qilasizmi, menga qiziq yo'q. Mana o'sha 10 ming, 6 million, 10 ming dollar, 6 million pulni qaytarib bersiz. Yeri ham kerak emas. U rosa yopib olmay u qiyin narsa. Ha, endi menga qarang. Men uchun pulda bular uchun katta pul emas bular uchun. Yo'q. Bular ham ishlatib tashlaganda vaqt. menga qarang, kredit odamni aytganman. O'shanda Kredit olib turganda qarang kiramani, bu taqiq qo'yib qo'ydi-da menga. ha, Bankda. O'shani mana topdim aybini. Значит, buniki ham yechilar ekan. kredit olganda ham bir telefon qilib aytishdi. Kredit olsam beraman pulingizni deyishdi. Ha, esizdami? To'g'ri. Hali olganim yo'qda yo'lda bekitib. Ana Olsam Ma'atimiga xudo 10 ming dollarni hozir qaytarsa, bag'i zo'r. Yer ham kerak emas tursam keyin. Siz amaliyat Yo'q. Shoshilmay turing. Men telefon qilib siz bilan gaplashaman. Bo'lgan Bolalar sari- hech kimni Men bilan gaplashmaysiz. Mana u bolam bilan gaplashasiz, o'g'lim bilan. Yo'q, yo'q. Siz bilan gaplashaman. unamaydi. Yo'q. Unamaydi, bu yosh bolami? Siz bilan gaplashaman. Yoshi katta, Sudga chaqiraman, billa kirasiz bo'ldi. Boshqa hech kim, xotiningiz ham, o'g'lingiz ham kerak emas. endi Unda qaralmasam mana guvoh to'layman. Mana shu odam bilan birga kelaman, qatga chaqirishdi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Mana- Birga yurasiz men bilan. Billa boravering. Mana- Birga boravering. bir U 1000 sudda dollar sizni berib daxlingiz- qo'yapsiz. Sen nimaga beraman, Menga ha? qarang, uni daxli yo'q. Bu yer to'g'risida sudga beriladi. Yer bundan ham savol javob qilmaydi. Bu soliq bilan nimani beriladi, xolos kadastr. Buni berildi. Siz hech kim javob bermaydi dedi. O'sha to'lovlaringizni Billa kirib chiqasiz. to'lovlaringizni yo'qotib bersa, qolganiga men aralashmayman. Oldindan aytib o'lay. To'g'risi, chunki To'qsam to'yimda bo'lasiz, o'lsam o'lim tepasida bo'lasiz. Faqat darajada bu ham sarflagan. To'g'ri, sarflagan. U qanchaligini bilmayman. Xudo bor. Kim yesa ham javob beradi, yemasa ham javob. Ha. Men ham javob beraman, keladi jo'da. Hozir azbiroy summangiz katta uchun bu ham yoshlikda edi o'zi. Siz ham 30 yildan beri qo'shnimsiz. Menga bugun tashlab bering, bugun boshlaymiz. Ikkovingni o'ttalaymi? Cho'ychamizmi? Yo'q, Odam hozir. keladi. Xo'p, mana videoni ko'rib o'tdilaringizlar. Undan keyin ukam Rossiyadan kelyapti. Mana isbotim bor, guvoh ham uje undan guvohlik berasanmi yo'qmi deb so'rab o'tirishga hojat yo'q. Hammasi ma'lum, aniq-tiniq ko'rsatilgan. Undan keyin ukam kelib ariza qilyapti, chunki pul bergan ukam bilan dadam bo'lishgan. Va bizga yana mana javob xati beryapti. Hech qanaqa
jinoiy javobgarlikka tortmasa, hech qanday ish ochmasa yana javob xati beryapti. Mana hozir 05.02.2025-yili berilgan javob xati. Ushbu orqali sizning 06.01.2025-yil kungi Farg'ona viloyati Ichki ishlar bo'limi 102 qisqa raqamiga orqali qilgan murojaatingiz yuzasidan Oltiariq tuman Ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borildi. Olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida muqaddam xuddi shu mazmundagi murojaatingiz yuzasidan tuman Ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilganligi va holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilinganligini, o'rtangizdagi oldi-berdi masalasida tegishli tartib-fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilishingizni ma'lum qilamiz. Sen qayerda o'qigansan? Qaysi aql bilan sen bunaqa javob xati beryapsan? Muqaddam xuddi shu mazmundagi murojaatingiz, muqaddam bu murojaat qilmagan ma'ni ekan, birinchi marta yozyapti. Kelgusida to'plangan hujjatlar bilan tanishib chiqishga qabul qilingan qarordan norozi bo'lgan taqdiringizni yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilishga haqli ekanligingizni eslatib o'tamiz, deyapti. Xo'p. Mana endi 1,5 oy 2 oy yana sudrashib mana shu javob xatini olganimizdan keyin men viloyatga bordim. Viloyat prokuraturasiga amaliy yordam so'rab borgandim. Ular menga aytishdiki, o'zingizni tuman prokuraturasidan javob xati olib keling. Bizga mana bu o'tmaydi deb aytishdi. Shundan keyin men tuman prokuraturasiga ukamni olib borib, ariza qoldirdik. Xo'p, mana 17-mart kuni berilyapti. Biz 21-fevralda berganmiz arizani. Va ular bizdan manda ikkita poddelka dokument, videolar uchun disklar, hamma isbotlarim, dalillarim bor, lekin ular bizdan hech qanaqa isbot ham dalil ham so'rashmadi prokuraturada. Sizga aloqaga chiqamiz deb, yaqin 20 kun o'tgandan keyin bir bor xabar olsak, sizga aloqaga chiqamiz deb so'g'ib muomala bilan bizni kuzatib qo'yishdi. Endi mana prokuraturaning bergan javob xatini o'qib beraman sizlarga. Xo'p. Farg'ona viloyati Oltiariq tuman prokuraturasi javob xati. Sizning tuman ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi bo'lib, tuman prokurori nomiga yo'llagan murojaatingiz ko'rib chiqildi. Aniqlashicha, sizning fuqaro Misraliyev 10,000 AQSh dollari va 6 million so'm pullaringizni olib, kadastr hujjati qilib bermayotganligidan norozi bo'lib yozgan murojaatingiz yuzasidan buni qilib bermayotganligi emas, qilib bermaganligi aniq bo'lgan. Biz pulimizni qaytarib berishini so'rab ariza berganmiz. Yuzasidan Oltiariq tuman ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori A. Hakimov tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilib, natijasiga ko'ra 06.02.2025 yildagi O'zbekiston Respublikasi JPKning 83-moddasi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilingan. A. Hakimov, hurmatli A. Hakimov, siz qaysi kalla bilan 83-modda 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etasiz? Oqlab yuboryapsiz-ku jinoyatchini. Jinoyat aniq-tiniq videoda ko'rsatib qo'ygan bo'lsam, guvoh bo'lsa, dalillar bo'lsa, nimaga endi rad qilinishi kerak? Xo'p, prokuratura aytayapti, o'rganish davomida mazkur qaror tergovga qadar tekshiruv harakatlari har tomonlama va to'liq o'tkazilmasdan barvaqt qabul qilinganligi sababli bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv o'tkazish uchun tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasiga yuborilishi ta'minlanib, murojaatingiz qanoatlantirildi. Qayta ko'rishga beryapti mana. Prokuratura ham aytib o'tiribdi. Har tomonlama to'liq o'tkazilmasdan barvaqt qabul qilinganlik sababli deyapti. Nimaga har tomonlama tekshiruvlarni o'tkazib, to'liq o'rganib, keyin rad qilmaysanmi shunmalarni? Xo'p. Endi mana hozir yana tuman ichki ishlar bo'limiga yana qaytarib, qayta ko'rishga beryapti. Mana ana shu kundan beri 17-mart kuni bergan bo'lsa, mana bugun o'zi shuncha kundan beri hech qanday haligacha natija bo'lgan yo'q. Bu firibgarga qarshi hech qanday jinoiy javobgarlikka tortilayotgani yo'q, ochilayotgani ham yo'q. Endi aytib o'tadigan bo'lsam, Konstitutsiyamizni 1-moddasida aytib qo'yilgan-ku axir, O'zbekiston boshqaruvni respublika shakliga ega bo'lgan, suveren, demokratik,
huquqiy, dunyoviy davlat deb aytib qo'yilgan-ku axir. Demokratik davlat degani dini, irqi, millati, ijtimoiy holati, siyosiy qarashlaridan, e'tiqoddan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasida himoyasida deb aytilgan axir. Huquqiy va huquqlarini, erkinliklarini ta'minlab beradigan davlat degani bu. Nimaga endi bu fuqarolarni erkinligini, huquqini ta'minlab berish o'rniga bitta firibgarni himoya qilib, bunga nisbatan jinoiy javobgarlik ochilmayapti, tortilmayapti. Ha, huquqiy davlat degani bo'lsa, nima degani huquqiy davlat? Konstitutsiya va qonunlar asosida ish ko'rilishi kerak deb aytilgan-ku axir. Mansabdor shaxslar, davlat organlari va mansabdor shaxslar qonun ustuvorligi asosida xalq manfaati uchun ishlashi kerak va unga xizmat qilish kerak deb qo'yilgan. Ha, bizda mana nima bo'lyapti? Oltiariq tumanida mana shunaqa ishlar bo'lyapti mana. Mana bu nafaqat jamiyatni dushmani, bu davlatning ham dushmani. Qalbaki hujjatlarni soxtalashtirib, hokim qarorini soxtalashtirib beryapti. Va bunga nisbatan hech qanday jinoiy javobgarlik yo'q. Bu oppoq ish. Shu videoni ko'rayotganlarga iltimosim. Shu videoni maksimal keng tarqataylik. Agar mana shu videolarim tepaga yetib bormasa, men baribir o'zim yetib boraman. Baribir oxiriga yetaman. Jinoyatchi, firibgar qilmishiga yarasha javobini olish kerak yoki zarar keltirilgan nimalarni to'lash kerak. Bunlarda hozir shu kungacha o'shanda men dadamni aldagan bu. Mana bu soliqlaringizni ham o'chirib beraman, boshqa qilaman deb unga ishonib qolgan dadam mana hozir kelib 1.68 million to'lanyapti umraga ketilayotganda nezashto quruq yerga. Undan tashqari yana hozir bo'ynimizda mana shuncha hozir 115 million qarzimiz turibdi hozir. Mana shu video maksimal tarqalsin do'stlar. Bunaqa firibgarlardan jamiyatimizni tozalashimiz kerak azizlar. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana shu video yuqorigacha yetib boradi degan umiddaman. Agar yetib bormasa, inshaalloh men o'zim yetib boraman.